Juda ko'pchilikning muammosi bo'lmish xotirani tiklashda va boshqa kasalliklarda shifo bo'luvchi Ibn Sino bobomiz alohida tavsiya qilib o'tgan kundur yelimi haqida gapiramiz. Bundanda foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormay desangiz bizga obuna bo'lib yurakchani bosib qo'ying. Kundur yelimi arab diyorlarida o'suvchi kundur nomli daraxtdan chiqadigan yelimdir. U miyadagi va o'pkadagi ortiqcha balg'am va ho'lliklar uchun juda ham foydalidir. Kundur yelimi chaynab yurilsa milklarni mustahkamlab, og'izni xushbo'y qiladi. Tomoq og'rig'i, angina va buqoq bezlarini davolashda yordam beradi. Oshqozon va 12 barmoqli ichakdagi yaralarni quritib, davolashda yordam beradi. Gemoroy hamda buyrak, qovoq va siydik yo'lidagi yaralarni ham quritib davolashda yordam beradi. Saraton o'smalari va yaralari hamda ayollardagi bachadon muammosi kabi kasalliklar uchun sezilarli yordam beradi. Bu biologik faol qo'shimcha, dori vositasi emas. Qo'llash usullari. Yoqib tutatilsa isiriqdan kuchliroq ta'sir qiladi. Ma'lumotlarga qaraganda, kundur tutatilgan joylarda sehr va jinlar yaqinlasholmaydi deyilgan. Ko'katlar va asal bilan yoki o'zini chaynab yurish tavsiya qilinadi.